Assalamu alaykum ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Dunya Uyghur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlari programmasiga xush keldinglar. Men Zumrat Uyghur. Tövəndə Şərqi Türkistan və Uyğurlarga münasibətlik bəzi mühim uçurlarni huzurunlarga sunmaqçımız. Diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Dunya Uyghur qurultiyining raisi va xalqaro vakolatsiz millatlar tashkilotining muavin raisi Dulqun Aysa apandim bugun Shveysariyaning Jenva shahrida Tibet surgundi hukumati va Tibetning Jenva ishxonasi tarafidan birlikda uyushtirilgan Jenva munbiri 2019 nomli xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga alohida taklif bilan qatnashib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenvada turishliq elchilariga va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullariga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistonda tasdiqlangan nazi kamplarining ahvoli haqida tafsiliy doklad berdi. Dulqun Aysa apandim yig'in jarayonida Tibet surgundi hukumatining bosh ministri Lobsang Sangai, Tibetliklarning ruhoniy dahisi Dalai Lamaning alohida elchisi Kelsang Gyaltsen va Biuchung Tesaring apandilar bilan ayrim ko'rishib, bundan keyin Uyg'ur Tibet milliy harakat uchun ilib beriladigan o'zaro hamkorliklar haqida tafsiliy muzokara olib bordi. Amerika Dunya media agentligi 13 noyabr kuni Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limining 2 yildan beri Xitoy hukumatining 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq yerlik xalqlarni tutqun qilib, jazo lagerlariga sulash masalasini to'liq dalil isbotlar bilan dunyoga yo'ritganligi uchun alohida mukofotladi. 13 noyabr kuni Dunya media agentligi murosim o'tkazib, Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limiga 2019-yillik David Borki jurnalizm mukofotini bergan bo'lib, mukofot berish murosimida Uyg'ur bo'limi xodimlarining hammasi kollektiv holda sahnaga chiqib mukofotni topshirib oldi. Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limining mudiri Alim Seytov bu mukofotni topshirib olgandan keyin so'z qilib, o'zining dunyoviy media agentligiga bo'lgan minnatdorligini bildirishdan sirt, yana mazkur bo'limdagi muxbirlar va xizmatchilarning Xitoy hukumatining besimi, tahdidi va urug' tuqqanlarni jazo lagerlariga sulishiga qarmay ko'rsatgan zo'r tirishchanliklarini alohida tilga ilib o'tdi. Turkiyada aktiv faoliyat olib berayotgan Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi 12 noyabr kuni Istanbulning Zaytunburnu madaniyat san'at zalida minglagan kishining qatnashishida haybatli bir murosim o'tkazib, qahramon ajdodlarimiz tomonidan 1933 va 1944-yillari 11-oyning 13 kuni qurib chiqqan mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyatimizni qutlaqladi. Faoliyat jarayonida Dunya Uyghur qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram, Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining va Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Uyg'ur akademiyasining raisi doktor Alimjon Inoyat, Yaponiyada istiqomat qilib turayotgan doktor Hoji Qutlug' Qodiri, Turkiyadan doktor Abdurahim Davlat va Mahmudjon Damullam qatorliqlar so'z qilib, yaqin tariximizda qurilgan yuqorqi ikki jumhuriyatimiz haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berib o'tdi. Mazkur murosimda aligi tunilgan vatanparvar jamoat arbobimiz Abduqodir Yapjon apandim Turkiyadagi Uyg'ur jamoati nomidan hozirga qadar Sharqiy Turkiston milliy harakatida natijasi ko'rinarli bo'lgan Dunya Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi muhtaram ustozimiz Erkin Olibdikin, Dunya Uyg'ur qurultiyining raisi va xalqaro vakolatsiz millatlar tashkilotining muavin raisi Dulqun Aysa, Xitoyning qorong'u zindonlarida azob chekayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik jasur o'g'loni Ilhom To'xti, Turkiyadagi Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligining va Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon qatorliq 4 nafar tunilgan shaxsga oltin medal taqdim qildi. Undan boshqa yana Dunya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat, Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi peshqadam siyosiy faoliyatchimiz Anvarjon qatorliq 6 nafar shaxsga kumush medal taqdim qilindi. Sharqiy Turkistondagi millionlagan Uyg'ur qamalgan deb qaralayotgan lagerlarning soni haqida yaqindan buyon ko'plagan ma'lumotlar o'ttirg'i chiqishga boshladi. Bo'lib bu lagerlar haqidagi izlanishlari bilan bu sohaning avangard olimlaridan bo'lib qolgan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Bön yaqinda Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limining maxsus ziyoratini qabul qilganda o'zining Sharqiy Turkistonda oz deganda mingdan ortiq lager mavjud deb qaraydiganligini bildirdi. Doktor Adrian Bön o'zining bu sonni hozircha ma'lum bo'lgan Xitoycha hujjatlar va buni munosabatli uchurlar asosida to'liq tuvan mo'ljarida o'ttirib qo'yganligini so'zlab kelib, hozircha ma'lum bo'lgan dalil isbotlar bu sonning 1200 atrofida ekanligidan bishorat berdi dedi. Fransiya Birlashma agentligi 13 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Amerikadagi Sharqiy Turkiston milliy uyg'unish harakatining xodimlari hozircha o'zlarining Sharqiy Turkistondagi har qaysi viloyat va shaharlarda 500 ga yaqin lager borligini dalillab chiqqanligini bildirgan.
12 noyabr kuni Yaponiya Fuki o'lkalik mashinsozlik sanoat birlashmasining o'rinlashtirishida Dunya Uyghur qurultiyining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlariga mas'ul alohida vakili va Yaponiya Uyghur jamiyatining raisi Ilham Mahmud apandim Uyghur vaziyati haqida doklad berib, Yaponiya korxonalarini Xitoy bilan bo'lgan savdo hamkorligida Uyg'urlar vaziyatini surishtirishga va lagerlar bilan hamkorlik bo'lgan Xitoy shirkatlari bilan hamkorlashmaslikka chaqirdi. Ilham Mahmud apandi o'zining bu qadimgi dokladida Yaponiyadagi paxta mahsulotlari ishlab chiqaradigan bir qism dangliq shirkatlarning Xitoyning Uyg'ur diyoridagi lagerlardagi Uyg'ur qatorliq xalqlarni arzon emgak kuch qilib ishlatish ehtimoli bo'lgan Xitoy paxta shirkatlari bilan savdo aloqasi borligini o'ttirib qo'yganligini bildirdi. 12 noyabr Uyg'urlar tarixidagi ikki jumhuriyatning qurilgan kuni to'g'rilanib, Shvetsiya poytaxti Stokholmda Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining o'rinlashtirishi, Uyg'ur fondining moddiy yordami, Ediliston fondi jamiyati, Xalqaro kishilik huquq jamiyati, Xitoydagi kishilik huquqni qo'llash jamiyati, Tibet komiteti qatorliq tashkilotlarning hamkorlashib uyushtirishi bilan 2020-yillik Ediliston mukofotiga nomzod ko'rsatish murosimining ochilishi va navbatda Xitoydagi kishilik huquq ofiti nomli yig'in birlikda o'tkazildi. Yig'inda Uyg'urlar masalasi muhim temalarning biri bo'ldi. Xitoyning ichki a'zolarni ko'chirib setish qilmishlarini xalqaro munbarlarda pash qilib kelayotgan organ atkazchiligi mutaxassisi, Dunya Uyg'ur qurultiyi sahya va ekologiya bo'limining mudiri Angliyadagi doktor Anvar To'xta apandi bu yig'inda qilgan so'zida asosliqi Sharqiy Turkistondagi turmalar ham jazo lagerlaridagi Uyg'ur tutqunlarning Xitoyning organ atkazchiligining asosliq manbasi va qurboniga aylanganligini amaliy misollar bilan o'ttirib qo'yib, yig'in qatnashuvchilarining zo'r qiziqishini qo'zg'adi. 11 va 13 noyabr kunlari Hong Kongdagi qarshiliklar yuqori pallaga chiqib, buzib chiqish, o't qo'yish voqealari ko'plab yuz bergan. Soqchilar bilan namoyishchilar orasida kelib chiqqan to'qinishda 60 dan ortiq Hong Kongliklar og'ir yaralangan. Xitoy hukumati tomonidan Hong Kongda qurilgan Jungo til adabiyot universiteti 12 noyabr kechda jang maydoniga aylanib ketgan. Xitoydan kelgan o'quvchilar o'zlarini mudofaa qilib, darhol yurtlariga qaytishning taraddudiga tushgan. Xitoyning Hong Kong ishlariga mas'ul ishxonasining 13 noyabr bildirishicha, Hong Kongdagi qarshilik voqealari terrorlik darajasiga qarab ilgirlagan. Hong Kongdan qaytib kelgan xitoylik o'quvchilarni kutilish uchun Xitoyning Shenzhen shahri tayyorliklarni boshlab bo'lgan. Hong Kong ma'muriy hukumatining ma'rif tarmoqi 14 noyabrdan boshlab Hong Kongdagi barliq maktablarda umumyuzlik dars to'xtaydiganligini jakarlagan. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, shuning bilan bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.